Alish, tuzingmisan? Qalaysan? Tinchlikmi? Mashinasi yo'q. Hali ham piyoda yuribsanmi? 30 ga kiryapsan. Kimga soat jo'natsang qizim berman deb atkazib beryapti. Ha bir mashina minmaysanmi? Qo'yay. Qarab tursang. Mashinalar qulluq olsin. Agar odamning qadri mashina bilan bo'ladigan bo'lsa, mana mashina oldim. Nima o'zgardi? Sen qanaqa mashina minarding? Gentra. Uzra, men Gentra minadiganlar bilan ko'risha olmayman. Charchama. Menga qara, men seni tushunmayapman. Qarindoshlaringni ham, oshna og'ayningni ham, tanimaydigan odamlaringni ham mashinasi yo'q, piyoda yuribsan deb yuboryapsan. Bir oydan beri o'zgarib qolding. Nima unaqa qilyapsan? Menga ham zarilmas. Bilasan, mashina purishman. Bir oydan beri mashina bozorida bir dona klientam yo'q, pasha qo'lib o'tiribmiz. Mashina qilib qo'pol gapirib sotib olmasam, klientlar chiqmay qo'ydi. O Anvar aka, savdo yaxshimi? Nechta mashina qoldi? 3 ta. Hozir eplaymiz. Aka, ana Nexia siznikimi? Nexia ham mashinami? Bitta mashina olib minsiz olmaydi. Mashina bozor chiqib. Voy, mashina puri. Bamboleo, bamboleo.